Bugungi kunda Termiz davlat universitetida kimyo va texnika fanini rivojlantirish, zamonaviy ilmiy yo'nalishlarni o'zlashtirish va mahalliy hamda xalqaro miqyosda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash maqsadida ilmiy maktab shakllantirilgan. Unda hudud sharoitidan kelib chiqib, kimyo, sanoat va texnika sohasida istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Yosh tadqiqotchilardan biri Abdulla Muqimov noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi yo'nalishida tadqiqot olib bormoqda. Yosh olim ushbu tadqiqot orqali yuqori sifatli sement mahsulotini ishlab chiqarish loyihasini amaliyotga joriy etdi. U tadqiqoti davomida klinker ishlab chiqarish hajmini oshirmasdan unga turli mineral qo'shimchalar qo'shib sifatli sement olishga erishdi. Ishlab chiqarish korxonalarida sement mustahkamligini oshirish hamda sement hajmini oshirish bilan bir qatorda klinker sarfini tejash hamda elektr energiya sarfini kamaytirish maqsadida turlicha sement uchun qo'shimcha mahsulotlardan foydalanib kelinmoqda. Shuni inobatga olgan holda mikrokromnizium, tsialit va metakaolin bilan modifikatsiyalangan portland sement olish texnologiyasi hamda ularni qo'llash mavzusidagi ilmiy ishimni himoya qildim. Ya'ni sementga 10% gacha miqdorda qo'shimcha qo'shish orqali sement markasini oshirish maqsadida ilmiy ish olib borganmiz. Bu ilmiy ishimizda asosan qo'shimcha sifatida chiqindi mahsulotlardan foydalanganmiz hamda tabiiy mineral qo'shimchalardan ham foydalanganmiz. Biz qo'shayotgan qo'shimchamiz 400 markaga qo'shilgandan keyin bu 500 markani beradi. Qurilayotgan imoratlarning mustahkamligini ta'minlashda ham juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Olimning tadqiqoti sementning mustahkamligini oshirish, betonning fizik va mexanik xususiyatlarini yaxshilash, tashqi ta'sirlarga chidamliligini kuchaytirish va sement narxini arzonlashtirishga qaratilgan. Bunda ayniqsa puzalon xususiyatiga ega mineral va sanoat chiqindi xomashyolardan foydalangan. Ushbu mineral qo'shimchalar fizik va kimyoviy ishlov berib faollashtirilgan holda sement va klinkerga qo'shilgan. Olingan natijalar an'anaviy sementga nisbatan 30-40% ga mustahkamligi yuqori bo'lgan. Faollashtirilgan mikrokromnizium hamda faollashtirilmagan mikrokromnizium qo'shimchalarimiz. Ikkalasi bir-biridan deyarli farq qilmaydi, lekin kimyoviy ishlov berishimiz natijasida buning tarkibida ishqoriy muhitni beradi. Ishqoriy muhit berish uchun esa biz etanolamin eritmalaridan foydalanganmiz. Tritinolamin, etanolamin hamda ishqorlarning turli konsentratsiyalaridan foydalanib, kimyoviy ishlov berib, faol holatga keltirganmiz. Kimyoviy ishlov berayotgan qo'shimchalarimiz ham unchalik qimmat emas, hammasi mahalliy mahsulotlardan olingan hisoblanadi. O'shaning uchun buning narxi an'anaviy sementga nisbatan uncha yuqori bo'lib ketmaydi, lekin mustahkamligi yuqori bo'ladi. Abdulla Muqimovning izlanishlari sement ishlab chiqarishni ko'paytirish bilan birga xomashyo va energiya sarfini kamaytirish maqsadida mineral xomashyolar va sanoat chiqindilaridan qo'shimcha sifatida foydalanishi bilan muhim hisoblanadi. Buning uchun qo'shimcha materiallarni mexanik va kimyoviy usullar bilan faollashtirib, yuqori sifatli sement olish texnologiyasi ishlab chiqish juda ahamiyatli. Ushbu tadqiqot olimning shaxsiy qiziqishlari va kasbiy faoliyati natijasida yuzaga kelgan. Bu g'oya o'zim bir yil o'sha Sherobod sement zavodida ishlaganman, laboratoriyasida sifat analizi bo'yicha laborant bo'lib ishlaganman laboratoriyasida. O'sha vaqtlarda chetga Afg'onistonga eksport qilardi Sherobod sement zavodi sement mahsulotlarini. Ko'proq D0 ya'ni 500 markali sement eksport qilardi. O'zimizda ham ichki bozorlarga ham 500 markali sement ham 400 markali sement berilardi. Lekin ishlab chiqarish jarayonida baribir ko'p xarajat ketadi-da yoqilg'i uchun. O'shaning uchun ma'lum bir qo'shimchalarni qo'shish yoki bo'lmasa ularga ma'lum bir klassifikator yoki intensifikator qo'shish orqali bularning sementning tan narxini o'sha 400 markalini 500 gacha yetkazish mumkin degan g'oyalar kelgan. Bugungi kunda kimyo texnologiya sohasiga ehtiyoj ortib bormoqda. Buning natijasida atrof muhit, sanoat, tibbiyot va oziq-ovqat sanoati yo'nalishida turli loyihalar amaliyotga joriy etilyapti. Natijada sohadagi muammoli masalalarga ilmiy yechim topilmoqda.